2026-yil 18-aprel kuni O'zbekneftgaz aksionerlik jamiyati va Xitoyning CNPC XIBU Drilling Engineering Company Limited kompaniyasi o'rtasida Ustyurt hududida 2026-2028 yillarda 30 ta chuqur quduq, chuqurligi 5500 dan 6000 metrgacha bo'lgan burg'ulash bo'yicha shartnoma imzolangani rasman e'lon qilindi. Rasmiylar buni geologiya qidiruv ishlarini kengaytirish va resurs bazasini mustahkamlash deb ta'riflashmoqda. Biroq bu kelishuv ortida yana bir bor xalq mulkining ajnabiy mustamlakachilarga o'tkazilishi, hukumatning o'z fuqarolari manfaatlarini emas, balki xorijiy kompaniyalar manfaatlarini ustun qo'yishi yaqqol ko'rinadi. CNPC Xitoy Milliy neft korporatsiyasining bir qismidir. Bu jahondagi eng yirik davlat neft gigantlaridan biri. U Markaziy Osiyoda o'nlab yillardan beri gaz va neft konlarini o'zlashtirish va Xitoyning bir kamar bir yo'l loyihasi doirasida resurslarni Xitoyga yo'naltirish bilan faoliyat yuritadi. Ustyurt hududi esa O'zbekiston uchun eng istiqbolli uglevodorod maydonlaridan biridir. Ustyurt maydonlaridagi anomal yuqori bosimli qatlamlardagi zaxiralar endi xitoylik muhandislar nazorati ostiga o'tadi. Bu nafaqat burg'ulash, balki kelgusidagi qazib chiqarish, transportirovka va sotish huquqlarining xitoyliklar qo'liga o'tishining boshlanishidir. O'zbekiston neft va gazi xalqning umumiy mulkidir. Uning zaxiralari aslida millionlab aholining hayotiy farovonligi va kelajagini ta'minlashi kerak edi. Ammo hukumat buning o'rniga chet el kompaniyalariga hamkorlik niqobi ostida konlarni ochib bermoqda. O'zbekistonda rasmiy qashshoqlik chegarasi oyiga 715 ming so'm, taxminan $55 atrofida. Bu oziq-ovqat, kommunal xizmatlar va eng zarur ehtiyojlarni umuman qoplamaydi. Odamlarning haqiqiy daromadlari, ya'ni ish haqqi, pensiya va pul o'tkazmalari narxlar o'sishiga bardosh bera olmayapti. Hukumat investitsiyalar deb atayotgan bu shartnomalar esa xorij kompaniyalariga o'z iqtisodiyotini arzon resurslar bilan ta'minlash va geosiyosiy ta'sirni kuchaytirish bilan birga ulkan foyda keltiradi. Chunki texnologiya, mutaxassislar, muhandislar va asosiy daromad ularniki. O'zbekiston tomoni esa faqat hamkorlik niqobi ostidagi minimal ulushga ega bo'ladi xolos. Rasmiy statistika bo'yicha iqtisod o'sishi haqida gapiriladi, lekin oddiy xalq bu o'sishni amalda, ya'ni kundalik hayotida ko'rmayapti. Aksincha, qashshoqlik, inflyatsiya, ish haqqining pastligi va ishsizlik tufayli millionlab yurtdoshlarimiz Rossiya kabi xorijiy mamlakatlarga mehnat muhojirligiga chiqib ketmoqda. Ularning yuborgan pullari esa oilaviy byudjetning asosiy daromadiga aylangan. Bu esa davlatning o'z fuqarolarini boqishga qodir bo'lmayotganining aniq dalilidir. O'zbek rejimi xalq manfaatlarini emas, balki Amerika, Rossiya va Xitoy kabi mustamlakachilarning iqtisodiy manfaatlarini himoya qilmoqda. Uning siyosati natijasida aholi qashshoqlikda qolmoqda. Resurslar esa chetga oqib ketmoqda. Rasmiy raqamlarga qaramay, oddiy odamlarning hayoti tobora og'irlashmoqda. Oziq-ovqat va kommunal xizmatlar narxi ish haqqiga nomutanosib holda o'sib bormoqda. Hukumatning zamonaviy texnologiyalar va xalqaro hamkorlik haqidagi gaplari faqat elita va xorijiy sheriklar uchun foyda keltiryapti. Xalq esa qashshoqlik zanjirida qolib ketyapti. Va bu aslida hukumat tatbiq qilayotgan mavjud yaroqsiz tuzumning tabiatidir. Chunki bu tuzum islomiy asoslarga emas, balki kapitalistik va mustamlakachi qoidalarga asoslangan. Islomda neft va gaz konlari kabi boyliklar ummatning umumiy mulki hisoblanadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlaridek, musulmonlar 3 narsada sherikdirlar: suv, yaylov va olovda. Demak, bu boyliklarni xususiylashtirish yoki mustamlakachi kuchlar tasarrufiga topshirish va foydasini elita cho'ntagiga solish, bularning barchasi omma, xalq haqqiga qilingan ochiq xiyonatdir. Balki ular faqat ummatning farovonligi va umum manfaatlari yo'lida ishlatilishi lozim. Shuning uchun xalqimiz bunda bir yoqlama, odamlar bilan hisoblashmasdan tuzilgan bitimlarga sukut saqlashlari aslo joiz emasdir. Shuningdek, musulmon xalqimiz yaxshi anglab yetishi lozimki, bunday talon-tarojlarga butunlay chek qo'yish hamda omma mulkini o'z egasiga, ya'ni xalqqa qaytarish va faqat ularning tub manfaatlariga yo'naltirish Roshid xalifalik davlatini barpo qilib,
islomni hayotning barcha sohalarida inqilobiy tarzda tatbiq etish bilangina amalga oshadi. Shundagina quduqlardan chiqqan gaz va neft barcha musulmonlar hayotini farovonlashtirishga xizmat qiladi. Boyliklar o'z egalariga, ya'ni ummatga qaytadi va hayotda haqiqiy adolat o'rnatiladi. Aks holda yer osti va yer usti boyliklarimiz talon-taroj qilinishda davom etib, hayotimizdagi bugungi muammolar karrasiga oshib boraveradi. Bu esa Alloh taoloning mana bu so'zining hayotiy tasdig'i bo'ladi. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. Kim mening eslatmamdan yuz o'girsa, bas, albatta uning uchun tang, baxtsiz hayot bo'lur.